Men ötkende sizge degen bilim aşırış işleringizni bijirip koydum. Bir ay içinde doktorxonaning xizmatlarini xulosalab, men iştiyarlik qilsangiz bo'ladi. Berna siz bilan bilim oldim. Cesur. Öyünün işlerine aralashma. Her kişi öy işlerine çarkıya varsa anca yaxşı emas. Gepimni tushundingizmi? Chiqsangiz bo'ladi. Dadam rastlaşta qilama. Anlasam, Polatçılarning liderining o'g'li ekan-ku. Do'st nima bo'pti? Undaq bo'lsa o'xshamaydi, xislat. Nemisi o'xshamaydi? Hey. Tag'am shuning qarshi turgan gap. Sening bu jasurdek bo'lib qilishingni xohlamaydi-da. Sen shirkat kotib bo'lganing bilan ma uyda tag'amning bir dalla orzuli qizi. Shuning tag'am qattiq qarshi turgan gap. Bu nim degina? Ha deb basam, kim Polatdan to'y qilma debdi? Hammasi sen uchun yaxshi. Men uchun yaxshi? Men uchun yaxshi bo'lsa, Sarang Akbar degan advokat bilan ko'rishga vatamsizlar? Nima? Akbar bilan? Akbar bilan ko'rishib keldingmi? Oshda o'rlashtiribdimi? Dunyoda eng xo'shan yo'q odamlar ko'rishib kelding degina. Hey, paranglaringlar toz qizg'andi ha. Dadınızın silahını əzqıcı, bu üçün əməs deb qılır. Bu yerdə çoxun bir iş var. Bunun obdan qaranlar. Bu işte bir sır var. Sır? Sır. Nima? Sır? Nima sır? Sizlar shundoq deydi bu? Ama nasıl chiqib kerak? Ma'qul. Zaten nima sirdi? Islatacha, Ha? buningdan bek ehtiyot qilinchimi? Nimdan ehtiyot qilma? Boya sizning dadamlar paranglashganingizni hammam o'g'irliqcha anglab oldi. Bunda boshqalarning gapini o'g'irliqcha anglab qanday oldi deyman. Yentiq Parizatdan ham telefonmi qildi? Asli bundaq ekanda hech qisi yo'q. Bu ishlar ham bizning oilaga nisbatan kichik ishlar. Nima? Shunday qis qanday oldi? Qancha bir oylik ishlar bo'lgan taqdirdimi? Bir-birini hurmatlash kerak-ku. Hech qisi yo'q. Aldirmay kunib qolsiz singlim. Jimi? Mushundaqmi oila bor ekansa? Hay. Cesurlardan ızlarım koyuyorsun. Opa! Berba. Canım kızım ketimiz. Opa qo'yib qo'ysin. Ketmayman men. Berna, siz men ochiq jutib yetib qolsin demoqchimi? Ha? Jurib qaytamiz. Opa, men ketsam hammasi qoldirib, hammasi yo'qomamda opa. Asta. Berna qizim. Ha dada.
Kim bilan paranlashyapsiz bola? Bir tanish uchrab qolgandi. Bo'pti, kiravering. Ma'qul dada. Nima dedingiz? Sir? Siz dadam bilan birlashib zat nima ish qilmoqchi? Uchimizga vafosizlik arznoma sunishmi? Shuning ichida shundaqmi? Nima bilan deb yurasiz qizlar? Unda qish yo'q. Nima ish oz emas, jiq emas 3 oy. 3 oydagi nima ish bo'ldi? Dadam Oyshem degan ayol bilan to'y qilamda. Masalani o'zingiz emas, boshqalarning nuqtasi turib o'ylasangiz, ondan ishni tegi yetalaysiz. Mening dadamning ishlarini berish huquqim bor. Shuni sizdan so'rayapman. Dana. 3 oydagi nima ish bo'ldi? Nima ish bo'lganini men bilmayman. Lekin mening his qilishimcha dadamlar cho'qim sizlardan bir şey yoshiryapti. Siz rostini bilmamsiz? Olimkam sizning dadingiz turib, siz bilmagan edi, sizga demgan edi menga demda. Men nima bilaman? Men bilishim kerak. Bundaqda dadingiz nima qildi shuni qiling. Shu chaqda olimkamning nima o'ylayotganligini his qilib yetasiz. Cesur nima ish qilayotgandi u? Telefonmi qilmadi ya? Men rost xafa bo'lib qolganman. Ajab. Ha, kirgan. Sizni chaqiryapti. Kim u? Hammam Ammam nima chaqirtgan? sizni kechki tomoq tayyorlik qilsin deydi. Ha, nima? Kechki tomoq tayyorlik qilsin? Ha-a. Men qilamkanman? Ha-a. Bu Amma, tomoq yetyapsiz? Ha, voy Berna. Bugundan boshlab baqo kunda kechki tomoqqa siz yordamchisiz-jimi? Ma'qul. Biroq men tomoq yetamaydim. Nima? Tomoq yetamaydim. Qizib olib turibmi tomoq yetishni bilmamsiz? Men sizga o'rgitaman. Ma'qul. Men sizga bir hafta tomoqni yordamlashib etib berman. Uningdan keyin baqo dadangizga o'zingiz mustaqil tomoq etib bersiz-jimi? Nima? Men yetamdim, yog'uz. Voy balam, bu uyda siz yolg'iz kelin tursangiz, siz aytmay kim etadi? Ma'qul amma. Hamma, tomoq yetishni o'rganishim bir hafta ketamdi. Achamdan xizmat yo'q qolgandan keyin cho'qim tezligini oldi. Men bu qanday bo'laman? Men milliy tomoqlarni ancha yaxshi etamaydim. Voy, ondaqda siz g'aribcha tomoqni yaxshi yetadigansizda balam. Ajab yaxshi. Mening baqo qarang, bu g'aribcha tomoqni yegim kelib turadi. Buguncha menga ayt bo'ldi ham bo'ldi. Xurishgan bo'lsa, men bozorda akirib birman. Andaq bo'lsa baqo, bugungi kechki tomoqni siz aytdingiz hamsa? Bichar Barla. Qandoq qilayotgandi?
Opa. Opa kechiring, men ham sizni ansratgim yo'q, shunga nim amal. Opa, men yordam qilsangiz bo'lmaydi, tomoq iton deydi meni. Balam, Berna bir narsa olaman deb chikatgandi, hech kirmadim ha? Uxmadim ammo kirmadi-ku. Ay, bu tomoqni qachon etib, qachon pishiray? Osh. Ay, qachon etib pishasa, dasturxon yigidek bir narsa achiqsiz bo'ldi-ku ha? Ben qaytib geldim. Gülzar. Ketkin mi bunlar? Amma, ben görüşdümlügeç turayım mı? Voy canım balam. Voy g'aribchi tomoq yemak shutuq emasmi? Voy saqlab boqayli. Ha, kela. Hallo, Refoy. Tuga hamma nima g'arib cho'p ketib qoldi-ku. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bir ish bo'lmaganda nimda jimib ketdinglar? Bernacığım kökte dağıl ketken kirmay otudu. Voy, o'tga kirmagan bo'lsa, tomoq qachon yeyamiz? Osh qoldim. Ay, u ko'ktatni cho'q qara, etizliq terib, pishqan uzib akildiga o'xshaydi. Nima pishdi bu? Dada. Oy. Voy aka, kelning og'u ko'ktat ag'ilchi ketgan. Hay, saqlab inkimiz tushib qolay, dedi. Hay bolam, menga kirib sizni gurishdimligacha turing ha. Maqbul, maqbul. Sağ ketdi dağlar. Ha. Bo'pti. Gel. Hozir kelib qola. Saqlayli. Oy, saqladik aka, saqladik. Qachon keling? Қалғач маркалық сопын парашюги вәті бәркін шығырызы. Voy, nemening? Кірнан. Қалғач маркалық сопын парашюги. Мен Dilkan Xalqaro So'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Opa, og'ir qildim sizni. Voy can. Rahmat canım opa. Voy qarang, yo'lda chu mashinada to'sib ketib, qarang, kechikib qoldim qizim. Uyda saqlab qolyapman, men kirib ketdim ha. Rahmat opa. Voy balam. Undidarda bor, sizga etish usulini men avat beraymi? Maqlanda. Xo'sh. Voy oldirmay menga. Ma bo'ldi. Bichar qizim. Voy, Jasurma? Atiq ishdan tushmadingizmi? Siz uyingizga bir ketgansiz bo'pti ekan. Barnachi hozir sizlarning uydagidek tomoq etyotdi. Siz Barnaning tomoq etamaydiganini bilsiz-ku. Siz tezroq qaytib keling. Bo'lmasa hammangiz Barnaning tomoq etamaydigan deb ayblab ketmasin. Tezroq qaytib keling, siz bo'lsangiz uning yuragi to'qroq turdi. Bilamda? Ma'qul xo'sh. Shu hamma men shu yaxshiroq qilay deb o'sab qoldik. Tomoq etidi qadam o'zingiz. Sizning degingiz yesa bo'ladi. Qizinglar bek ichkatdi yaxshana. Keyin birdan tayyorladim. Tomoqning turlari o'zgardi ekanda. Voy shu. Qo'sariq suiqashlar asli bo'ldigan nima? Bir muncha xurishni zoya qildigan bo'ldi-da. Undan so'ng kirib ketdim, tomoq pishib chaqiringlar. Men qo'limchi. Tomoq pishib chaqiringlar. Ha, chaqiramiz. Bo'ldi. Herkes bilib qolmasin, xana. Chu. Voy.
Voy, tegish tomoq pishimdimi? Mushni yemligamiz? Voy, bizning uchun qo'sqimiz ichib tortishib ketdi hozir. Boşnak gap qilinglar. Birma anglab qolmasin yana. Aka, o bu gaplarga parvo qiladigan bo'lsa, bunda qilmaydi. Amma rastlaydi. Yengem derma, hammaga beparvo bo'lardi. Ay. Barna, singlim tomoq pishdimi va qo'saq bek ichib ketdi. Ha, mana ata tayyor bo'ldi. Salatni chiqarib. Ay canım. Mana. Pek soqib ketdimi, ha? Nima? Rak qo'rbi. Sada. Dana, siz kim? Tomoqlaringiz o'xshaganda qiladi singlim. Yenim bormi ya? Shu poshkal qilay degandim, uyda qaymoq yo'q-ku shunga. Shu qaymoq yo'q-de. Ha, o nurg'un naskan qo'mi shu. Haqqini o'zingizmi kelma bo'lar. Ay sho'rib qantim da men achqay. Egashrolar, ha? Bu bakka. Haqqini Allaylar. Belgilavlar tomoq yeydigan bo'libdi. Aka, mana. Mana igna. Bo'ldi. Uzang. Mana. Ham senlar yig'lar. Demak, amra qo'ygina amma. Parvarni yemaydigan narsa yo'q. Ha? Yili sal issiq qilib bir narsa qilib beray. Voy, ma'qul aka, ma'qul. Ha, Nima shay? Voy, oldi bil men bir gap berqinglar. Men mana yebiray. Ha. Chet elliklar shunda tomoq yeydiganda. Shundoq shman. Balkim. Öyde bir piyalam yetkimigen bala o'yga beribchi qozon beshiq 10 chega o'pti desa. O endi kelin bo'lishni o'rganibdi. Bu odam ochiqda yerlaydi avasa kulyapsiz go. Nimqatsiz. Qaytib ketamiz. Men ketmayman. Men ketmayman dedim. Bunda joyli qilsiz. O'ydiklar tomoqqa qilsabdi. Keta oldingizmi? Shundoqni o'zimni o'ylsam bo'lmaydi-da. Agar siz bo'lgansiz o'ydiklar men unda ishlasam ham bo'ldi. Berna! Sizmi ketmang? Siz shu yerda turib, amiz meni qo'g'dang. Qarang qaysarlarni shunday yaxshi muomala qilish hech kim uni ish qilolmaydi-ku. Qap qiling. Meni qaysar bilan selishdimi? Bo'landa. Hadi. Ha. Oldu. Jasur. Bunda qarsam, dadam 3 oydan keyin qilgan ishi Oyshan bilan to'y qilish o'xshaydi. Dadam rost jo'yal bilan to'y qilamiz-ku. O'ylab baqmamsa, dadam nemishqa hamma ishni 3 joyga o'rlashtirib oldi. Nemishqa buncha tuyuqsiz o'zgarib ketadi. Faqatlik qallamda o'tmayapti. Senchi-chu?
Yaxshimisiz Alimka? Direktor. Siz kimsiz-ku? Mening ismim Pulat. Ha? Mening ismim Pulat. O'tganda siz so'ragan vaqtda jiddiylish ketib, deyishni unutib qolibdim. Ha. Shuning bilan birga kechirim so'ragach bir kelib ketay deb kelishim. Bo'ldi akamsi. Keyin ko'rishamiz. Men qaytay. Ha, to'xtang. Bu kashda mahallimizga kelishingizda yana boshqa bir sababmi bordi? Yo'q, boshqa sabab yo'q. Shu o'tganki uqishmasliklarni bir tugatib o'tay deb kelishim. Bo'pti. Direktor. Ayni vaqtda xislatga nima ishga undan muomala qildingiz? Bu hammasi bir uqishmaslik. Uqishmaslikmi deyli? Demakchi bo'g'inim, bir undan ishlayotgan ilg'or bir xizmatchingizni tuvanga tushirayotganingiz nimasi deyman? Bu mundaq Alimka. Bu kichikdan bir uqishmaslik qarang hozir biz shunday yaxshi yutyapmiz-ku. Ha? Yaxshi yutyapmiz-da. Anda o'zi siz xislatni izlab kelibdikansizda? Voy. Shunday. Necha yosh qirdingiz? 36 ga. 36 ga. Bola bordi? Ha? Voy, aka men to'y qilmadim. 36 yosh qirib to'y qilmay nada judingiz? Mundaq gap, Po'lat. Biz rost gapni qilganda sizlarning xilinglar emas. Rost gapni qilganda sizlardek yuqori tabiqa odamlar bilan qudilishdan qo'rqib qoldik qara. Shunga xislatni avar qilmasangiz, xislat o'zimiz sizni yoqtirmaydi dama. Bu xislat o'zi ishtadimda? Ras. Bugun kunduzda sizga sal qo'pol muomala qilib qo'ydim. Sizmi ko'nglingizga olib ketmang, ha? Siz bir shirkat direktori bo'lgandan xislatga nisbatan shirkat xodimlariga muomala qilganda qilsangiz bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, yo'lda mangsangiz diqqat qiling. Ma'qul. Dadam nima o'ylayotgandi edi? Bilgan bo'lsam pek yaxshi bo'lardi. Shu bilmayapman. Dek arz qilishlari, dek qamlashmagan eliq kelish shartlari jo'daxi. Bernan otan soldi shunchalik tanqis qilyaptimi? Ay, men texnik sarang advokat bilan ko'rishga chiqdim. O'ylasam ochiqdan yerilib ketayli deyapman qara. Voy, dek azroq qarshi tursam, sudga arz qilaman deb qo'qoq selyapti. Dadam nima ish buncha tez o'zgarib ketilgandi deyman. Seningcha dadamning bunday qilishi shu ayol uchunmidi? Meni shundamiki? Bo'lmasa dadam shuncha tez o'zgarib ketamda? Tek 3 oy ichida, bu 3 oydan keyin bular rostla to'y qilamdi nima? Navoda dadam rostla shu ayoldan to'y qilib qolsa, sen qanday qilsan? Cho'qim qarshi turma. Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, shiraqlarga ketib qoldi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his